3 trimestri asosan aytishimiz mumkin. Uyqudan kechgan trimestr deyishimiz mumkin. Birinchi trimestrda ayollar odatda uyquchan bo'lib qoladi, toksikoz kuchli bo'ladi, shunaqa holatlar bo'ladi. 3-trimestrda bu toksikozlar bo'lmasligi mumkin. Jig'ildon qaynash kuchli bo'ladi. Ko'pchiliklarda o'sha bola katta bo'lish hisobiga oshqozon tepaga ko'tarilishi, ichaklarni pastga tushishi. Bu birinchi 3-trimestrda ham ko'pchilikda qabziyat bezovta qilishlari kuzatiladi ayollarimizda va uyqu buzilishi, o'zlariga qulay o'rin topa olmaslik, o'ngga, chapga tashab yotishlari bo'ladi va ayollar ko'pincha qiynaladi bu narsada. O'sha uchun qizlarimizni 3-trimestri boshqa trimestrlarga qaraganda o'ziga diskomfort bo'lgan trimestr hisoblanadi, lekin eng yoqimli joylari ham bor. Bu trimestrda bizada bola tug'iladi oxirida va ayol yengil bo'ladi. 9 oy davomida qilgan mehnati, ko'tarib yurganini samarasini ko'radigan trimestr hisoblanadi. 3-trimestrda bola katta bo'lib o'rishi bilan birgalikda organizmi kislorodga bo'lgan talabi oshishni boshlaydi. Yo'ldoshda muddatdan oldin yetilish belgilari shu trimestrda paydo bo'ladi asosan. Bola atrof suvlarida o'zgarishlar ham shu trimestrda paydo bo'ladi. Chunki yo'ldoshimizda o'zgarishlar kuchli bo'lganligi hisobiga, agar ba'zi bir infeksiyalar, shamollashlar bo'lganda, bu haqida gapiraman, norma holat haqida aytmayapman. Bo'lganda bola atrof suvlarni kamayishi yoki ko'payishlari ham shu trimestrda boshqa sroklarga nisbatan 3-trimestrda ko'proq bo'ladi. Bolani o'sishdan orqada qolishi ham, kechki muddatda orqada qolishi ham shu trimestrda bo'ladi. Ayol qoni quyuqlashib ketib qolishi ham 3-trimestrda boshqa trimestrlarga nisbatan fiziologik koagulopatiyani hisobiga kuchayadi. Oyoqlarda atyoqlarni bo'lishi, bola kattalashi hisobiga limfa tugunlarini bosilishi, ezilishi, limfostaz, vena kovak venalarni ezilishi, varikoz tomirlarni kengayishi, simfizitlarni bilan qiynalishi ham shu trimestrga to'g'ri keladi. Lekin biz aytamiz, har doim homiladorlarga agar homiladorlik to'g'ri olib borilsa, to'g'ri ovqatlanish qoidalariga rioya qilinsa, to'g'ri dam olish qoidalariga rioya qilinsa, homiladorlik chiroyli o'tadi. Ayollarda qiynalmaydi. Agar ayollarimiz yosh bolali bo'ladigan bo'lsa, doimiy davlat ishida ishlaydigan yoki stolda o'tirib ishlaydigan, kompyuter bilan ishlaydigan yoki oilaviy ahvoli tinch bo'lmagan homiladorlarimizda homiladorlik biroz boshqalarga nisbatan qiyinroq o'tishi mumkin bo'ladi. Chunki ularda ham fizik, ham o'sha bosh miyada moralniy deymiz-ku, nagruzkalar bo'lganligi hisobiga boshqalarga nisbatan qiyinroq o'tishi mumkin. O'sha uchun 3-trimestrda davlat tomonidan bizga beriladi dekret deymiz, homiladorlar ta'tili. Albatta homiladorlar ta'tilidan foydalanish kerak bo'ladi. Ya'ni homiladorlar ta'tilida chiqasizlar, xatya bir xilla oxirigacha ishlayman, homiladorlikda oxirigacha deydi. Bunda maslahat bermayman. Chunki 30 haftadan boshlab o'sha har bir organizm o'sha homiladorlik uchun alohida kuch berish, e'tibor berishni talab qiladi. Homiladorlar ta'tiliga chiqinglar, dam olinglar, o'zlaringga qaranglar, tug'ruq uchun tayyorgarlik qilinglar. Bolani talabi oshib boshlagandan keyin organizmda minerallar va vitaminlar kamayishi boshlanadi. O'shani o'rnini qoplashga harakat qilinglar. Qon, siydik, mazok analizlar topshiringlar va bu analizlarning xulosalarini to'g'ri interpretatsiya qildiringlar vrachga olib chiqib va o'zlaring xullas kalom o'zlaring ustularingda ishlab, o'zlaringga e'tibor beriladigan srok hisoblanadi. Shunday ekan qizlarjonlar, har bitta homiladorlik davrini qanaqa o'tishi ma'lum darajada sizga va oila a'zolaringizga bog'liq bo'ladi. Shunday ekan o'zlaringni asranglar, o'zlaringni yaxshi ko'ringlar. Har bitta homilador eson-omon tug'ib bag'riga bosib olsin. Homiladorlik xavotirsiz o'tishini xohlasanglar, albatta Hadicha Medical klinikasiga murojaat qilinglar. Biz bilan aloqada bo'linglar. Albatta bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldiringlar.